Hech qachon elektromobil sotib olmang degan video ekan. Multik shaklda NIO brendi hattoki o'zini elektromobil ishlab chiqaruvchilarni ham ayamayapti. Mana ko'rib turibsizlar. Hech qani yoqmang dedilar. O'zi 10% zaradimiz bor, muzdakkina ketamiz dedi. Zaradlar o'ldi. Oxiri mana plasterlarni yopishtirib qizdiradiganni mana tomga qo'yishyapti mana. Endi mana 1% bo'ldik. Yurishda yana ish ko'rsatdi mashina. Zaryad tugadi. Qizdirib tagini yopishar ekan batareykani. Orqadan yonish boshladi. KFC'ni hidi kelib chiqaradi. Sovuqda, qorda zaryadlari yo'q, mana tugab 3% bo'lsa ham xursand bo'lib ketishadi. Yana zaryad tugadi. O'zi asli neytralkaga qo'yib olgan bo'lsalar baxtlari, bo'lmasam qiyin bo'ladi. Oxir zaryadga topishdi, mana yetib kelishdi. Endi bu yog'i undan ham qiziq bo'ladi. Muzlab qolibdi. Очередь ekan-ku, очередь. Hamma elektromobil ishqibozlari o'sha yerda ekan. Hamma zaryadka uchun o'ta qonli jang qilishyapti. NIO mashinasi keldi, mana tulki keldi. Xo'rozni olib kirdi. Simvol deyapti. NIO o'zini batareyka zamena qilish texnologiyasini xuddi shunaqa multik asosida reklama qilib, mana ko'ryapsizlar, batareykani o'rniga zaryadi bor 100% batareyka qo'yiladi. Bu Xitoy ichida juda ham urf bo'lgan. Lekin boshqa davlatlarda hali yo'q. Eri xotinini chaqirdi va mana baxtli bo'lib NIO mashinasida ketib olishdi. NIOni agressiv marketingiga nechi baho qo'yasizlar?